Dadajon, turing. Dadajon, turing. Dadajon. Assalomu alaykum. Meni ismim Mirfayz. Dadam kasal bo'lib qolgan. Shunga yordam beringlar, iltimos. Meni ismim Biyoyim. Yoshim 6 yoshda. Dadam kasal bo'lib qoldi. Odamlar yordam beringlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanalidasizlar. Bugun biz Ramazon ulug' oyida sizlar uchun ehsonli oilaga keldik. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Qozoqli qishlog'idamiz. Iltimos, mana shu videoga befarq bo'lmasdan video boshidan bir dona like bosib qo'ysanglar, ehsonimizga sherik bo'lgan bo'lasizlar. Ramazon oyida fitr ehsonlarini, ro'za ehsonlarini qayerga qilsam degan oilalar bor, insonlar bor. Shunaqa yaxshi insonlar bor. Biz sizlarga haqdor oila topdik. Mana shu oilaga ehson qilsanglar, inshaalloh ehsonlaring qabul bo'ladi degan umiddamiz. Iltimos, mana shu oila uchun befarq bo'lmang. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, yaxshi insonlar. Mana shunday videolar qilib chiqishga biz majbur bo'ldik. Hech kimning boshiga mana shunday kunlar tushmasin avvalambor. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Ro'za Ramazon oylarida yaxshi insonlar ko'p. Bizni dardimizni tushunadigan insonlar ko'p deb o'ylayman. Iltimos yaxshilar, mana shu ukam uchun, jigarim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. Ukamga men o'zim donorlik qilmoqchiman, ya'ni jigarimni bir bo'lagini bermoqchiman. Ukam tuzalib ketishini xohlayman. Hali juda ham yosh bolalari bor. Yaxshi insonlar juda ham ko'p, bilaman. Iltimos yaxshilar, qo'llaringizdan kelguncha ukam uchun yordam beringizlar. Hurmatli yaxshi insonlar, bemorimizning ismlari Rinat aka, 88-yilda tug'ilgan. 2 nafar o'g'li, 1 nafar qizchasi bor. Hech bo'lmasa bizning auditoriya farzandlari uchun yordam berishadi. Mana shu farzandlar erta bir kun unib, o'sib yetishi uchun albatta otasi bo'lish kerak, oldida tog'i bo'lish kerak. Shuning uchun biz mana shu akamizga, Rinat akamizga qo'ldan kelgancha yordam berishinglarni iltimos qilamiz. Oramizda yaxshi insonlar juda ko'p, bilamiz. Agar imkoniyati yo'q oilalar bo'lsa, imkoniyati yo'q yordam beraman, lekin imkoniyatim yo'q deydigan insonlar uchun mana shu video rivoji uchun hech bo'lmasa like bosib, qancha kommentariyaga duoga insonlarimizga duo qilib qo'ysalar, inshaalloh elni nazariga tushib, keyin Allohning nazariga tushsa, inshaalloh shu akamizni ham Hindistonda davolatishga olib kelamiz, xudo xolasa. Hozir Rinat akamizni o'zini qarindoshlari, qishloqdoshlari va o'zini mashinalari bo'lgan, mashinalarini sotgan va yerlari bo'lgan. O'sha yerlarini to'rrog'idan yerlarini sotib $15 ming pul yiqqan. Hozir operatsiya miqdori $22 ming bo'lgan. Hozir ro'za Ramazon oyida chegirma qilgan Hindistonda va mana shu Hindistonga operatsiya qilish zarur. Borib kelish mehmonxonalari bilan $30 ming bo'ladi. Hozir Rinat akamizni qon guruhlari, ya'ni hozir Rinat akamiz jigar siroz bilan xastalangan. Jigarlari qo'pol qilib aytganda qurib boryapti. Mana shu jigarini yarmini o'zini opasi, radnoy opasi bermoqchi va mana shu opasini jigarini o'tkazish uchun qon guruhi to'g'ri bo'lishi kerak, aynan bir xil bo'lishi kerak. O'zini akalari, opalari, ayoli qon guruhlari o'lchatganida mana hozir Rinat akamizning o'zlarini qon guruhi 1, anoniki opasiniki 2 va boshqa ayoliniki, opasiniki, hammasiniki 2 chiqqan ekan mana. Ayoliniki ham 2 chiqqan. Shuning uchun bu agar qon guruhi to'g'ri kelmasa, ya'ni aynan jigar sirozda faqat yaqin qarindoshlari jigar bera oladi, boshqa birov hech qachon jigar bera olmaydi. Qonunda mumkin emas, birinchi o'rinda. Va qon guruhini bir xil qilish uchun Hindistonda plazma bilan, ya'ni o'sha qonni apparatlar yordamida to'g'irlab o'sha plazma sotib olinadi. U operatsiyadan qo'shimcha summa talab qilinadi. Bu summa $5 ming dan
$8000 dollargacha plus minusi bor. Ya'ni demoqchiman, operatsiyaga $30,000 yig'sak, plazmaga ham $5000 dan $8000 yig'ishimiz kerak. Shu akamiz uchun imkon darajasida agar yordam berish qo'lingizdan kelmasa, aytganimdek shu video rivoji uchun Koson tumani Qozoqli qishlog'ida yashayotgan mana shu qishloq aholisidan, mana shu videoni kim ko'rib turgan bo'lsa, qishloq aholisiga rahmat aytamiz. Shuncha summani yig'ib beribdi. $15,000 summani yig'ish ham juda ham katta mashaqqat talab qilinadi. Agar bizning kanalimizda xudo xolasa yaxshi insonlar bo'lsa, bizda shunaqa insonlar bo'lgan, bir kishini o'zi bitta insonga yordam berib yuborgan paytlari ham bo'lgan. Agar imkon bo'lsa, shu video qancha tarqalsa, o'sha bir kishiga borib qolishligi uchun, ya'ni nima demoqchiman? O'sha bir kishi kimgadir yordam beraman deb yuribdi, telefonida chiqib qolishi mumkin. Ya'ni aynan siz sabab. Qishloqdoshlardan, Qozoqli qishlog'idan shuni so'raymanki, nafaqat Koson tumani, Qashqadaryo aholisidan shuni so'raymanki, shu videoga qancha like bosib, shuncha aholi tarqatib, kommentariyaga qancha ko'p Alloh shifo bersin deb duo qilib qo'ysanglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Shu inshaalloh akamizni o'zimiz Hindistonga aeroportdan kuzatayotgan paytimizda va kutib olayotgan paytlarimizgacha qo'yib boramiz, xudo xolasa. Va boshqa kasallarimizni ham shunaqa qo'yib borganmiz. Inshaalloh duoda bo'linglar. Yordam berishingizni kutib qolamiz aziz do'stlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlardan iltimos, o'g'lim shu og'ir kasalligi oldi. Sizlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Ro'za-yu Ramazon oyida 3 nafar farzandi bor. Farzandlari uchun yaxshi bo'lib ketsin. Onaga qiyin ekan. Bolam uchun yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayman sizlardan. Hammalaringizni Ramazon oyida duo qilib turaman. Shu bolam uchun qo'llaringizdan kelganini yordam berishlaringizni so'rayman sizlardan. Sizlarni duo qilib turaman. Nima niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar sizlar ham. Xudoya tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Shu xalqim, butun meni ko'rayotganlar, sizlardan iltimos, shu bolam uchun yordam beringizlar. Qo'lim hamisha sizlar uchun duoda. Sizlardan ko'p umid kutyapman. Shu yoshgina bolamni bolalarning oldiga omon eson olib kelayin Xudoya. Ro'za oyida omin tinchligisin Xudoya. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. Bitta ona sifatida so'rayapman sizlardan.